Okey, $9 naqd pulim bor. Oilamdagi barchaga to'g'ri keladigan kreslo massajyor bo'lishi kerak. Bo'ldi aka, sizga ma'qulidan yengisidan kelgan. Yuring ko'rsaman. Aka, bitta bu modelimizni ko'ring. Yevropa standartlariga mos qilib chiqarilgan 767 ni restyling holati bor aka. Bitta, aka sizga bitta narsani aytaman. Uydagilarga eng ключевой tarafi monitori o'zbek tilida qilib chiqarilgan. Okey, monitorni boplabsiz, zo'r gap yo'q, lekin uydagilar bunga o'tirib turayotganda qiynalib qolmaydimi? Aka, zo'r savol berdingiz. Qarang, bu narsaga biz yechim qilib nima qilganmiz? Odatda boshqa kreslolarda mana oldi tarafi yopiq bo'ladi. Yosh kattalar qiynalmay o'tirishlari uchun mana oldi tarafini ochiq qilib chiqarganmiz. Aka, yana bitta narsasi, mana o'tirgandachi kengligini sezasiz-da, mana agar uyda vazni kattalik bo'ladigan bo'lsa, bemalol qiynalmasdan o'tirishadi. Razmerini ko'rasiz, qanday kattaligini. Keyin o'tirganda ham bemalol bluetoothda muzikalar qo'yib turib, takror maza qilib dam olsalar bo'ladi. Aka, qarang, buni narxi $850.